Assalomu alaykum. Bugungi tadbirimizga kelganlar, klinikamizni bilasizlar, ishlayapsizlar. Sizlarda qilaylar shuncha chiroyli obro'ga ega bo'ldi. Xalqaro bekorga nom qo'ymagan ekanmiz. Qirg'iz deymizmi, o'zbek, turkman, tojik, demoqchimanki, o'ris, mana hamma xalqlardan bemorlar kelib shu yerda davolanadi. Shuning uchun xalqaro. Bizda chegara yo'q. Chegara yo'q. Mana Angliyadan keldi. Bu klinikamiz mana 1 yil davomida har doim aytaman, har hisob qilib yurish kerak. Nimaga ketyapsan, nimaga erishding, nimaga erishmoqchisan? Qanday oldinga maqsad qo'yasan? Mana narsalarni qilmasangiz, ha o'tyapti-kulim desangiz, bo'lmaydi. Intilish kerak. Cho'qqiga intilish kerak. Qo'rqmaslik kerak. O'shaning uchun mana shu davlatda o'tirgan doktorlarim hammalariga tashakkur, juda chiroyli. Shu yil nechta operatsiya o'tdi bugungacha? Hozir 982 ta. Xudo xolasa bu yil 1000 tadan oshadi. Bu endi operatsiya qilib maqtanish emas, lekin shuncha dardkor insonga biz shifo beryapmiz. Shifo berdik. Ayniqsa bu nogiron bolalarda, shularda 362 tasi nogiron bolalar. Shularni hammasi oyoqqa qo'ydik. Ota-onasi xursand, chiroyli bolamni nogironlikdan chiqardi. Bu juda katta mukofot. Juda katta mukofot. Alloh tomonidan ham mukofot berilgan shunda. Bugungacha 2300 ta, 2280 dan 2300 ta bemor davolanib chiqib ketdi. Hammasi shu ayog'ini bosmayapman. Nima bizga kafalatlar berishadi? Nima bizga kafalat sanqosmaydi? Mana shularni qanchasimiz qilib chiqardik. Hammasi rahmat, rahmat, rahmat. Tahlillar va shikoyatlar daftarini ochib o'qinglar. Barxinglarda yozgan gapini o'qisangiz yig'lagingiz keladi. Chunki u mana yerdan chiqqan gaplarni sizlarga aytgan. Hammalaring mehnatlaringiz, bu qilgan mehnatlaring uchun sizlarga katta tashakkur, hammalaringga rahmat. Administratsiya nomidan, o'zim nomimdan juda katta rahmat sizlarga. Hammamizga keladigan yil vaqt keltirsin, omad keltirsin, oilamizga tinchlik, totuvlik keltirsin. Bizning hamma yaxshi niyatlar amalga oshsin. Birgalikda uzoq yillar yana ishlash hammamizga nasib etsin. Farzandlaringiz orzu havasini ko'ringlar hammalaring. Yana bir bor hammalaringga qilgan mehnatlaring uchun katta rahmat, tashakkur. Birga ishlash nasib etsin hammamizga uzoq yillar. Salomat bo'linglar.